Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Keling, bugungi kun savollarini birma-bir yechilishini ko'rib chiqamiz. Matematikadan boshlaymiz. Bo'sh chelak 250 gramm, suv bilan to'la chelak esa 1450 gramm. Chelakni 2 taqsim 5 qismi suv bilan to'ldirilsa, chelak va suvning umumiy og'irligini toping. Albatta bu yerda bo'sh chelak 250 gramm, to'la chelak 1450 gramm bo'lganligi uchun birinchi to'la chelakdan bo'sh chelakni ayiramiz. Bu yerda javobimiz 1200 gramm chiqadi. Endi shu suvni 2 taqsim 5 qismini topadigan bo'lsak, 450 gramm chiqadi bizda. Chelakning og'irligini 450 grammga chelakning og'irligini qo'shsak 730 gramm chiqadi. Shuning uchun ham to'g'ri javob bu yerda B bo'ladi. Tanqidiy fikrlash savoliga qaraydigan bo'lsak, maktabga yangi mo'jizaviy trening olib kelishdi. Unda shunday yozilgan: agar har dushanba tongida Ahmad Yassaviy hikmatlaridan 5 satr ko'ziga qarab ohang bilan o'qisangiz, tarixiy voqealarni ketma-ket aytish qobiliyatingiz 40% ga oshadi. Chunki bu ohang miyangizda qadimiy vaqt ritmini uyg'otadi. Qaysi fikr bu da'voning ishonchliligiga eng katta shubha uyg'otadi, ya'ni noto'g'riligini ko'rsatib beradi? Variantda aytyaptiki, 5 ta satr o'rniga 10 ta satr o'qilsa natija boshqacha bo'lishi mumkin. B variantda ko'zga oldida o'qish shart emasdek tuyuladi, chunki asosiy narsa matnni eslab qolish bo'lishi mumkin. C variantda hikmatlar qadimiy bo'lganligi uchun ularni tushunish qiyin, bu esa mashq samaradorligiga ta'sir qilishi mumkin. D variant dushanba kuni o'qishning o'zi alohida ahamiyatga ega emasdek ko'rinadi. E variant aytilgan vaqt ritmini uyg'otish tushunchasi aniq tushuntirilmagan va 40% ga oshish qanday o'lchanganligi ko'rsatilmagan. Albatta bu yerda E variant aynan bu yerda shubha uyg'otmoqda bizning aytilgan davomiga, chunki da'voda aytyapti vaqt ritmini uyg'otadi, natija 40% ga oshadi deyilmoqda, lekin E variantda esa xuddi shu narsalarni aniq tushuntirilmaganligi va qanday o'lchanganligi ko'rsatilmaganligi aytilyapti. Shuning uchun ham bu yerda to'g'ri javob E variant bo'ladi. Endi muammoli masala savoliga to'xtaladigan bo'lsak, bizdan so'ralmoqda 21 yosh va talabalarning necha foizi 21 va undan katta yoshda. Albatta biz bu yerda 21 yosh va undan kattalarni olamiz. Bu 1600 ga teng bo'ladi. Umumiy talabalar soni esa 4000 ga teng. Shuning uchun ham buni foizini oladigan bo'lsak, 1600 ni 4000 ga bo'lamiz va uni 100 ga ko'paytirsak 40% chiqadi. Shuning uchun ham bu yerda to'g'ri javob C. Albatta eng oxirida ingliz tili savoliga to'xtaladigan bo'lsak, bu savolda aytyaptiki, you sleep on this soft item at night to feel comfortable. Ya'ni bu yerda aytyapti, siz bu yumshoq narsada tunda o'zingizni yaxshi his qilgan holda uxlaysiz deyapti. Variantlarda aytyaptiki, A pillow ya'ni yostiq, B sofa ya'ni divan, C blanket ya'ni yopinchiq. Bu yerda to'g'ri javob A bo'ladi, chunki siz yumshoq yostiqni ustida o'zingizni qulay his qilgan holda uxlaysiz. Shuning uchun ham bu yerda to'g'ri javob A variant bo'ladi. Albatta xuddi shunday turdagi savollarni blueprep.uz saytida bundan buyog'iga to'liq ishlashingiz mumkin. U yerda sizga biz to'liq mock examlar tayyorlab qo'yganmiz. Yaqinda kanalimizda e'lon qilamiz. Kuzatishda davom eting.